Haqiqatan hamd sana va maqtashlar olamlarning yaratquchisi bir Alloh taologa xosdir. Uni biz ulug'laymiz va faqatla uningdan yordam tilaymiz. Gunohlarimiz uchun bir Alloh taolodan kechirim so'raymiz. Nafsimizning yomonliklaridan va qilgan amallarimizning ziyonlaridan bir Alloh taologa sig'inamiz. Kimni Alloh taolo to'g'ri yo'lga boshlaydigan bo'lsa, hech kim uni azdira olmaydi. Kimni iziqtiradigan bo'lsa, hech kim uni to'g'ri yo'lga kirgizolmaydi. Bir Alloh taolodan boshqa barhaq iloh yo'q deb guvohlik beramiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bo'lsa, Alloh taoloning quli va elchisi deb guvohlik beramiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga, uning sahobalariga, oila tavbatlarga va agashkuchilarga durud va salomlar, yaxshiliklar va barakat bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Hurmatli ko'rarmanlar. Bu iftorga 1 soat programmasi. Men Adiljon Hofiz. Bugungi bizning suhbatimiz Qur'on Karimning yangi tarjimasi haqida bo'ladi. Bugungi qadrlik mehmonimiz bo'lsa 30 dan oshiq diniy kitoblarning avtori, 9 tomliq tafsir kitobining muallifi, Ulamolar kengashining a'zosi, diniy olim Muhammad Yusuf Qarajim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Muhammad Yusuf Qarajim. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Bizning programmamizga xush kelibsiz. Alloh taolo sizdan rozi bo'lsin. Rahmat, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Qarim, men haqiqatan hissiyotimni aytay birinchi. Haqiqatan sizga qarab hayronman. 30 dan oshiq kitob yozdingiz. 9 tomliq Qur'onning tafsirini yozib chiqdingiz. Endi bo'lsa Qur'on Karimni yangidan tarjima qilib chiqibsiz, maşallah. Siz shunchalik kitobni yozishga nereden vaqt topsiz? Qanday ulgursiz, maşallah. Endi men burungi olimlarning shunday kitob yozganlarini o'qigandim, anlagandim. Biroq bu hayotimizda hozirgi kunda shunday olimlar bormi yo'qmi deb shakllanib juratdim. Biroq aramizda hatto o'zimizning Uyg'ur qarindishimizning shunday ko'p kitob yozganligini ko'rib hayron qilyapman. Siz buningga nereden qanday vaqt topsiz, qarim? Sana en güzel maqtashlar, en isl madiyalar alamlarning Rabbi ve bizge Kur'an'ı ügetken Allah Teala'ga xas olsun ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a durud dualarımız olsun. Onundan keyin xalqimizninki Ramazan rozasını tebrikleymen, ko'rmanlarninki ve başka bütün Müslümanlarninki tutgan rozasının Allah'ın dergahida qabul bo'lishini tilayman. Endi sizin sualingizga kelsak, bu hakikaten endi vaqt degan o'zi bo'lmaydi. Vaqt bo'lmaydi. Vaqtni faqat chiqarish bilan bo'ladi. Endi bular vaqtim yetgan chog'da qilaman. Ondan qilolgancha qilaman deb bundaqaligi plansiz qilsa hech qanday ishni qilg'ila olmaydigan umumining 5 yil o'tdi. Shu buni endi planlab qilg'iliq. Endi Alloh taolo bizga umrdan iborat yaxshi bir qimmatli bir dasmoyni bergan ekan. Bu dasmoya endi dünya ahiretlik en yaxshi ishni qilib olsaqmi, qilg'ichlar yetadi ekan. Masalan, bir kunning ichida 24 soat vaqtni beraylik Alloh. 24 saatning ichi deganda hamda 8 soat, 9 soat dunyoga ishlasangmi, 7-8 soat ya'ni demelish u bunda qilsangmi, yana ashidda hamda bu. Ashunda vaqtlarni bunda vaqtni ching tutib, planlab ish qilishni bo'ladi ekan. Hamda Allah Teala şu vel asr degan bir surada inson bilan qasam qildi. Şu insondan iborat bir zaman bilan vaqt insonning umri vaqtdan tarkib topgan ekan. Hasan al-Basri raziyallohu anhuning bir so'zi bor. "Ey inson, sen vaqtdan tarkib topgan bir yaratılgıçısan. Senden ötep ketken her bir gün senin bir parçanı elip gidiyor deydi. Boşunda vaktinin insan şu vakitken yani ve ömrünün kaçta kelsen
kuningdan qancha o'tib ketsa, sening shu umring shuningda ketadi ekan hamcha. Mushundaq bir vaqtga muhim bir dasmoyi bo'lgan ekan, har qanday odam shu vaqtni ching tutib, shu planlab ish qilsa, nurg'un ishlarni qilg'il bo'ladi ekan. Meningmi ashunday plansiz o'tgan vaqtlarim bo'lgan. Plansiz o'tgan vaqtlarimga uningga ichim og'rib, echinib istaganni shunda planlab qilsam bo'lgan deb, masalan, kunlik men bir haftalik, bir oylik ishlarni planlab olaman-da. Agar shu bir haftalik ishimni joyida qilolmagan bo'lsam, o'zimning oladigan rohat dam olishlarimni qisqartib, ashuni kirgizib turib, shu ishni qilib olaman-da. Ammo har kuni kechda uxlagan chog'da bugun nima ishlarni qildim, qaysilar ishlarni qildim deb o'zimni bir hisob etib boqaman. O kunim berakatsiz o'tib ketgan bo'lsa, nayt g'amkin bo'laman. Ertadan tortib mushu vaqt baqa o'tib ketgan kunimni ani qo'shib ish qilib olay deyman. Buningga ham biri mushu o'zingninki vaqtni ching tutishing, belgilashing, ya'ni bilma oila o'rtamining, ailening bu naytibek ta'sir bor hamda. Endi menga mushu ayolim men qo'limga shu qalam elib ishga boshlagan vaqtdan tortib endi menga shu yordam qilib kelaylik, uyninki ishlari, bolalarninki o'rganishlari, bütün bozor binasi elib akirish deganga o'xshash uyning ishlarini hammasini o'zi qilib, menga vaqt chiqarib berganligi va meniki shu uyning qiyinchiliklarini menga atmay, o'zi ashda qilib menga yordam qilganligi menga eng cho'ng yordam berdi deb o'ylayman hamda. Uningdan boshqa o'zimninki mana ishlayotgan ishlarim borda, faqat burundan tortib o'qishni tugagandan tortib muallimlik qildim, uningdagi radioda ishladim. Hammasi bunday qalam bilan bo'lgan, shunday ishlar bo'lgandan shuningdan andin alohida vaqt chiqarib, masalan, ish o'rnimdanmi alohida shunga vaqt chiqarib, uningdan uyga qaytgandan keyin ashuningdan alohida bir qancha soat vaqt chiqarib, shunday qilib shu yingnida xuddi ko'lgandek ashunday bo'la olgan bu ishlar. Faqat anda o'ng'ayliqda kelib qo'ygan emas endi. Demak, inson shu Alloh taolo ato qilgan shu qimmatli vaqtida ishlata olsang, nurg'un ishlarni qilib bo'lgan. Endi vaqt degan sudek o'tib ketadi ekan. Endi ishlatsangmi o'tib ketadi, ishlatmasangmi o'tib ketadi. Masalan, daryodagi, masalan, uyning oldidagi nimada eqiyotgan suvni, masalan, uni bir chilaklarni elib ishlatsakmi ketadi shu suv, ishlatmasakmi ketaverdi endi. Umri shunga o'xshash ketganda endi. Men shu vaqtning qimmatini, vaqtdan qanday foydalanishni bo'lutganligini shu tajriba orqali shu bilib oldim. Shunga o'zimga shunday bir planliq ish qilib shunday qilgandim hozirgacha. Maşallah Yusuf Qarim, Allah Taala sizden razı olsun. Her bir uluqning oqisida ayol kishi bor deb qo'ydigan bir gap bor. Maşallah sizga mu hadimiz hamdam degan. Allah razı olsun hadimizdanmi. Vaqtingizga Allah Taala texim barakat ato qilsin. Texim ko'p kitob yozishni Allah Taala sizga nasib qilsin. Endi shu Qur'on Karimni tarjima qilishga sizni nima undidi? Ya'ni nemishki Qur'on Karimning tarjimasi bor turg'uliq. Yani biz bilmiz Muhammed sallallohu damollamning tarjimasi bor. Shu kitob bor turg'uliq, siz yani qaytadan Qur'on Karimni tarjima qilibsiz. Tarjima qildingiz. Buni endi buningga nima sabab bo'ldi? Buningki sababninki asosli sabab menda shu madrasada o'qiyotgan vaqtida qalbimga tushgan bir arzu armon bo'ldi-da. Men shu 83-yili kichik yoshimda Qur'on Karimni yodlab xatm o'tdim. Yani taravih namazda o'tdim. O'tganiga onundagi Qur'onni yodlagandan keyin zaten uning ma'nosini bilish uchun arabcha o'qish kerak. Bir ahli ilmi, yani bir olim kishining tashqidan olib berdi. O kishi endi bizningki nahimizda eng katta olim kishida endi. Ashunda kishining qishqa olib berdi. Uni chin tutadi 15 kunda bir uyga boratdik. Endi yotgan vaqtida şu bir yarım g'arishdan, yani arishib yotatdik, sarangiga o'xshab tüp-tüz yetib, tüp-tüz qopatdik, midirlayolmaydik. Uy talib chiq, shunda o'qiydik. O'qib bir vaqtida
men şaka berip 6 ay o'qib bo'lgandan keyin men kichik taliblarning qatoridan cho'ng taliblar bordi, cho'ng o'quvchilar bor, ustozdan dars oldi. Biz o cho'ng o'quvchilardan biz olamiz. An juma kunlikda u ustoz, shu olim kishi hammamizni yig'ib so'zlab Qur'onning qissalarini so'zlab beradi. 84-yilgi vaqtda 84. 84-yili ayda Qur'onning qissalarini so'zlab beribdi bir juma kunlikda. Cho'ng taliblar dedi, "Siz Qur'onning bir ma'nosini va tafsirini deb bersangiz har juma kuni" desa, ustozim Qur'on nerede, men nerede, Qur'on qanday ma'no aytib bo'ldi deb aytadi dedi-da. Onda da ben hayron qoldim-da. Men Qur'onni yodlab bo'lib, endi shu ustozning oldida Qur'onning ma'nosini o'rganman deb kelsam, bu ustoz men Qur'onning ma'nosini qanday deyalayman deb tursa, men nega olsam bo'lamdi deb abi cho'ng taliblarni so'radim-da, ustozni so'ramayman, kichik uchog'da men. Cho'ng taliblarni nimish bu ustoz anda deydi, bu ustozni bilmamdi. Agar ustoz bilmasa, Qur'onning ma'nosini bilgan boshqa ustoz bormi, men ashuna qishqa boray desam, yo'q, bu ustoz biladi. Eng mukammal ustoz bu. Bizning bu nayning ichida eng katta olim, ammo o'zi kamtarligini anda davatida deb aynat dedi-da. Yana men uni qoyil bo'ldim. Shu chog'da ko'nglimga pushdim. Men Xudoyim bilsa o'qisam, buning degan Qur'onning ma'nosini o'rganib, Qur'onning tarjimasini qilib, tafsirini qilib, bu xalqimga yetkazishni shuni nishon qildim deb kallamga shuni pushdim. Shuni bel bog'ildim. Shu arada ayda o'qib tursam, meni qari qilgan ustozim hajga ketganda 84-yil ketganda 85-yili menga bir shu Pakistanning bir vizasini olib ketdi-da, shu chiqitgan chaqiriq olib ketdi. Shu chaqiriqqa asosan men 86 yo'l mengib yurib qo'limizga pasport olmoq qiyin endi. 1 yilgacha vaqt ketdi pasport olmoqchi. 96-yili qo'limga pasportni oldim. Pasportni elib shuningdan dadam meni arzuyimga asosan hojilarga men 16 yosh chog'da hojilar qo'shab qo'ydi. Sen o'qitgan ishing bo'lsa, amsal o'qib kelgan deb yo'lga qo'ydi. Nerede o'qitganligimni bilmayman, ishqa ben o'qiyman deb chiqdim. Chiqqandan keyin Pokistonga berib 10 necha kun ayda turdik. Qarasam bu Pokistonda bek issiq jiqmi kunamidi, haramga bordik, haramga berib shu hajni qilib bo'lgandan keyin ben bile bizning noydan chiqqan 50 necha odam bir avtobus ditdik. Ashlarning hammasi hajni qilib bo'lib qaytdi. Men yolg'iz qoldim. Ular ba'zisi deydi, "Ay bu o'qish degan bizning ishkaldim bo'lganga bu yerda yolg'iz chiqganda qilib qanday qilasiz bolam? Biz bile ketmamsiz, billa keldik endi" deb ayda deydi. Am ba'zisi deydi, "Siz ayda niyat qilib chiqqan degan qiling, ishim bo'lmaydi" deydi. O'zimning maqsadi endi chuqum shu bir Qur'onning ma'nosini o'rganish endi shu chaqda. Shuni bilan men yolg'iz qoldim, men yig'lab qoldim. Ular hammasi yig'ilishib meni uzitib qo'ydi shu chaqda. Ketkim bor, ashlar shunda ketkim bor. 3 oy shu hajga chiqish, haj jarayonida uyni shunda sig'inib ketdim. Ota-onamni sig'inib ketdim, qarindoshlarimni sig'inib ketdim. Keskim shunda ketkim bor. Ammo kessam, men maqsadim amalga oshmaydi. Shu chaqda men bir cho'ng bir shu sinab bo'ldi-da, ketaymi? Qalaymi? Ketaymi? Qalaymi? Eng oxiri shu chidab qoldim, yolg'iz qoldim. Shuni bilan endi nerede o'qaman deb nim qilsam, shu Misrga bormoqchi bo'lib, ma do'stim, saboqdoshim ustoz Abdul Ahad Hafiz qatorliq 10 necha kishi shu tayyorlab turgan shularga qo'shilib oldim. Shularni tepib oldim-da Makkada. 13 kishi bo'ldik. 13 kishi bo'lib Misrga bordik. Misrga berib shu o'qigancha o'qib ketib, shu o'qish jarayonidami shu bilganlarimni ustoz shu so'zlab bersa, yezib olib, yozganlarimdan to'plab bir daftar qilib oilamga, ukalarımga avatib bergan shu chog'da bilginimni o'rgangash to'sin deb. Menda bu ikkidan cho'ng istak bo'lgan. Biri Qur'onning ma'nosini o'rgansam, uningda boshqa qanday bir diniy bilimni bilsam, darhol boshqalarga o'rgatsam deydigan endi bir ikki istak bilan ayda bo'lgan. Shunda qilib Misrni o'qishni bitirdim, Qozog'istonga bordim, Qozog'istonda muallimlik qildim. U jarayonlarda ben kitap yozishga boshladim. Lekin men Qur'onningki tarjimasi, tafsiriga ham jur'at qilolmadim. Shu bilim to'pladim, o'zimga bilim to'pladim, material to'pladim, ammo jur'at qilolmadim. Shuni men Saudiya Arabiston radiosiga 2001-yili ishga kirgan vaqtida kelsam, u chog'da shu 84-yili, 82-yili echilgan bu radio. Shu 88-yili vafot bo'lib ketgan bir kishi bor ekan, Muhammad Amin Islomiy deb. Shu kishi shu oraliqda Qur'onning 26 parisini tafsirini radioga tasjil qilib qopgan, ya'ni rekord qilib qopgan. Shuni bilan shuni anlatib turib o'tgan,
Şu biz kirgan vaqtida o'zi bo'lmagan odamninki programmasini bilishga bo'lmaydi degan bir qonun kelganda shunga asosan o'zimiz qitgan bo'lib men shu radioga kelgan kunimdan boshlab sura Fatihadan boshlab Qur'ondagi tafsirini qilishga o'zimni atgan. Hozirgacha shu Saudiya Arabiston radiosida shu mening tafsirim chiqyotdi. Yana 2-3 yilda boshdan oxir yana bir tugaydi. Tugagan yana sura Fatihadan boshlab qo'yamiz. Yana tugaydi, yana boshlab qo'yamiz. Aynan qilyotdi. Shu jarayonda 21 yil jarayonda Qur'on Karimniki shu tafsirini radioga berish uchun tayyorlayman. Tayyorlab bir tarafdan kitob qilib tayyorlab bir tarafni radioga uni rekord qilamiz, ayatni beramiz. Bir tarafdan kitob holatida to'playman. Aynan 21 yil jarayonida Qur'onning tarjimasini va tafsirini aynan ishlab chiqdim. Shu kichik vaqtimdagi orzuyimni amalga oshirish uchun boshqa nurg'un 29-30 nechadan kitob yozibman. O kitob yozishga menga abdan bir o'ltirsam 2-3 oy ketadi. Masalan, abdan shu mavzudagi 10-15 kitobni raso o'qib o'tib, bir qancha kitobni men manba qilaman deb tayyorlab qilganki 2-3 oyda yozib bo'laman. Lekin men Qur'onning tafsiri, Qur'onning tarjimasiga 21 yil ketdi. 21 yilning ichida tuzitdim, yana shunday qilaman, bir ustozlarga ko'rsataman, tuzitaman, Uyg'ur tili nuqtasini tuzitaman, ma'no jihatdan olimlarga berib tuzitaman. Shunday qilib o'ngshash jarayonida shu yengni quduq qazganda shundoq takror tuzitish, takror ayda o'ngshash munda jarayonda endi shu tugidi shuning bilan endi maqatim tafsirini 2017-yili tugagandi o 2018-yil Qozog'istonda Dilmurod akamning yordami bilan u chiqdi u yerda. Endi bizning Uyg'urcha bizningki Sharqiy Turkistonchalik bizning yozig'imizda chiqib bo'lguncha Qozog'istondagi Uyg'urcha chiqib bo'ldi. U biz uchun bir xushallik, yaxshi bir ish bo'ldi. Endi hozir tafsir ham Qur'on deb ko'rarmanlar balkim chatashtirib qo'yishi mumkin. Tafsir haliqi sizning 9 tomliq tafsiringiz, durustmi? Mayda Qozog'istonda chiqqan 9 tomliq. Qur'on Karimning tarjimasi bo'lsa, u boshqa bir tom, durustmi? Bir tomliq. O bir tomliq bir tomliq, o 9 tomliq deganimiz endi shu Dilmurod akam 5 taqatqini shu. Uninki bizning vatanning Uyg'urchasida yaqinda u chiqdi endi. Ammo Qur'onning tarjimasi 2019-yili bir qatim chiqqan. Hozir uni yana bir ko'rib chiqib, ustozlarga ko'rsatib, jiq bir kishilarningki beg'ishlama yezib berdi, uni qo'yib shuning bilan hozir qayta chiqardik, mush Ramazonga ulgurib chiqardik hamda taqatdik Allohning izniyle. Faqat hozircha shu Uyg'urcha, arabcha yoziqda chiqdi, durustmi? Uyg'urcha, arabcha yoziqdagi tarjima faqatla. Tushunishlik. Bu kitobni yezib chiqishga 21 yil vaqt ketdi deysiz. Albatta bu Qur'on kitobni tarjima qilib yezib chiqish o'ng'ay gap emas albatta. Bu jarayonda sizga har turli bir qiyinchiliklar uchragan bo'lishi mumkin. Shu qiyinchiliklarning eng zo'ri deyli, eng og'irroq qaysi bo'ldi siz uchun? Eng og'ir bo'lgani tafsirda qiynalmadim hamda Qur'onning tarjimasi qiynaldi. Chunki men to'liqligini o'qib, to'liq o'ttirini o'qib, uningga qarilikqa ketib, Qur'onni yodlab chet elga chiqayotgan to'liq so'zni vatanda o'qimagan. Shunga Uyg'ur tili endi Uyg'ur tilidan bir asos bor, lekin Uyg'ur tilining grammatik endi yoziq tili jihatda qobiliyatim anda yükselmegen uçaktan. Anda olgandan vatanda chiqqan shu Uyg'ur tilining izohliq lug'ati, Uyg'ur tilining imlo lug'ati, uningdan keyin shu Uyg'ur tilida yozilgan roman, kitob, hammasi aytilib romanlarni o'qib, shu o'zimningki Uyg'urchasini, Uyg'ur tilimni rivojlantirish uchun uningda jiq kuch chiqardim. Shu oyatlarningki tarjimasi kelganda, shu Qur'onning o'ziningki kelgan oyatga o'xshash qisqa qilish uchun qisqa gap bilan tırnaqni jiq ochmay, andan shunday az so'z bilan shu uqtirish uchun shu so'z tanlashda jiq qiynalib Uyg'urchaga jiq murojaat qilib o'zimni yetishtirishga. Endi shu ba'zi oyatlarni shu ustoz Abdullahat Hofizdan ishxonada biz ishladik, 20 necha yil birga ishladik endi. Shu jarayonda bir oyatni bir hafta tortishga vaqtimiz bor. Bir oyatning bir cümlesini
15 gün tartışqa vaqtım var. Ama ba'zida 10-15 oyatni bir kunda kurab qilayotgan vaqtim bor. Endi mushundaq aldırmay, ayında aldırmay o'tkazib buni zirikmay ayında uzam bak aldıraqsan adamcha men bir ishga aldıraqsan hamdi. Lekin menga mushu tarjimani qilish jarayonida aldıraqsanlik qilmaslikni o'rgatdi menga bu ish endi. Aldırmaslikni o'rgatdi. Shundan aldırmaymi deb qildik hamdi. Şu bir oyatninki nimasi uchun aşı kallamda aşı qilib qolsa, aç uxlasammi, yotsammi shu, bazaga borsammi shu, ashuni hal qilmoqcha ayndaq nima qilmay, aşı izlanishga tegishlik hamma yani izlanib, aşı til jihatdimi, nihoyatda aşı tilga yenik va aşı ma'noni to'liq bildiradigan va bundaqligi bizning tilimizga kirib qolgan arabcha, farscha bundaq gaplar bilan emas, rasmiy o'zimizning Uyg'ur tilida uqtirish uchun shuningga jiq japoliq bo'ldi aşı ishandi. Başqa ishlar o kadar japoliq bo'lmaydigan hamda, mushu xalq tushuna oladigan, odatda o'qigan odammi, o'qimagan odammi tushuna oladigan, ommabop ayndaq qilish uchun shuningga jiqroq japoliq ish vaqt ketdi hamda shuningga. Ha, haqiqatan durust deysiz. İxcham bir gapni, bir so'zni, bir ma'noni ixcham qilib yetkazish albatta nihoyat tez. Bu xizmatingizda, sizning atqan xizmatingizda, qishingizda sizning do'stingiz Abdulahat Hofiz bo'ldi deysiz. Abdulahat Hofiz qarimdan boshqa yana sizga hamkorlashgan odamlar bo'ldimi? Va bo'ldi, mushu ishda hamda ustoz Abdulahat Hofiz, Obul Qasim, ustoz Obul Qasim Ahmadi, Yasin Hojim, Abdurazzoq Qorim, Seyfiddin Hojim, qatorliq aşı men bilan birga ishlagan qarindoshlarningki hammasining mushuningga amgiki o'tdi endi. Masalan, aşı bir oyatlarni, ba'zi suralarni ashlar bilan birga muzokiralashib, ashlarga topshirib, ashlarga mushuningki nimasini ayndaq bir aniqlab, menga bundaq izlanib, menga bir javob beringlar deb masalan, ayndaq hammasi kuch chiqadi endi buningga. İşte şunda ama öyle men deginimga o'xshash aşu ayolim Zaytunam hamda hatta aşu kompyuterga epiratdi. Asosan nimani kompyuterga epiratdi. An ashundaq ish qilib menga oilada meni bek qo'llab hamda ayliqimda bir oilaning ishlarini bek jiq o'zining Japanı üstüge elip hem de mamide fırsat yaratып aynaq vapa babıdan hem de vafadarlık babıdan. Şunu da koyayım hem de. Maşallah, maşallah. Allah razı olsun. Yangi hadimizden Allah Teala razı olsun inşallah. Men abayım aytqandek Uyg'ur tilida Qur'on Karim tarjimasi bor, Muhammad Solih domlamniki. Biroq sizningki yana hozirgi kunda yo'riq ko'ryotidi. Sizning bu qilgan tarjimangizning qanday bir alohidligi bor? Endi buningki alohidligini desak, mushu Qur'onning muqaddimasida 21 metod deb ayda yozib qo'ydik. Endi 21 metodning ichida mushundaq biz hozirgi zamon ayda eng mo'tabar en bütün Müslümanlar itiraf kılgan ayda tefsirlerge seliştirip ahir bu tercümeni mesela ayda tefsirlerge seliştirip nima çıkan degen bazı ayetlerinin hem de burunki tercümelerinin alıqını mesela 40 yıl 30 neçe yıl ötep ketdi mesela hem de til cihetde mi ama da ifadelaş cihetde mi özgürlükler bulu degen hem bu Arapça degen bir bular bu Qur'on bir dengizga o'xshash bo'lganda qanchalar qazolisak shunchalar qazimizda bundan endi. Endi shuningda masalan ba'zi bir misollarni keltirsam, masalan sabr degan Qur'on Karimda kelgan sabr degan so'z bu arab tilida siz bilasiz hamda ibodatda chin turish, ya'ni chidamchanlik va o'zini tutib olish va qazo va qadarga beşinci kelgenge razılık bildiriş yani degan bunda 3 ma'noda bo'lgan hamda endi shunga oyatlar shu 3 ma'noda keligli sabr degan oyatlar. Endi biz shunga mushu chidam sabr degan Qur'on Karimda kelgan sabr deganning hammasi biz Uyg'ur tilidagi sabr deganda olmadik. Uyg'ur tilidagi sabr degan hamda o'zini tutib olish
Ve kütüş diye mendimki de sabır kılsan gurudun havlu küter deydi mesela. Kütüş diye mendikin. Ama Arapçadaki bu kütüş mendisi de emez seni sabır diyen. Hem de bu şuna aşı çidamçallık diyen kege yerlerde çidamçallık dep aldık sabırını mesela. Mesela vel asr desek vel asr innel insan lefi hus illellezine amenu ve amelu salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr deymiş ama. Hem de zaman bilen kasem ki insan çokum ziyan işididir. Fakat yani Allah'a iman etqanlar, yaxşı amal qilganlar bunun andaq emas. Ular qanday kishilar Allohga iymon etdi, yaxshi amal qildi, haqiqatda ching turdi va haqiqatda vatavasav bis sabr vatavasav bil haqq vatavasav bis sabr. Haqiqatni tavsiya qildi bizga va haqiqatni meninglar deb. Undan keyin vatavasav bis sabr dedi. Aş haqiqatda ching turishni tavsiya qildi. Haqiqatda ching turishni tavsiya qildi deb tercüme kılık mesela aşınamaça. Ayetki çünkü çidamçılık ma'nosi kelgan sabr. Aşınıga o'xshash hamda bu 21 metodda aşınında her bir metoddan hamda nurgun aşındagılıqı özgürüşler bulutdan da ayetning tercümesinde. Aşında bir başqacha bir alayidliklar bilan aşında bo'ldi hamda. Bu Qur'on Kerimninki şu deniz, yani bu denizden biz şunçulak süzeyledik hamda. Bunun keyin yana başka bir qarindosh qilsa, u mu yana nurgun jawharlarni süzüdü. Ta qiyomatgacha ayni süzüdü endi buningcha. Tafsirning mesela Peygamber sallallohu alayhi vasallamning dinkin mesela İbn Abbas radhiyallohu anhu'ni Rasulullah mushuni tafsirda olim qilib bergin ilohim deb duo qilgan Alloh taologa. Tefsirde İbn Abbas radhiyallohu anhu tefsirinin padişahı desek de hemmeden onunla iktidar kıldı. Onunkin İbn Cerir Teberi deymiz tefsirlerinin müfessirlerinin ki en katısı hemmesi aşını hürmet kıl aşının tefsirini hemmesi birden kabul kıldı. Eğer hem de aşı bir kıt boğan bir mihnet boğandaki başı kılmaslıkla gerek boğan bolsa aşı İbn Abbas radhiyallohu anhu'nun tefsiri bilen Teberi'nin tefsirinden keyin tefsir yazılması vardı. Ama hazırda minlarca tefsir yazılıp gitti. Mesela Fizilal Kur'an degan tefsir çıkkan vaxtida muşu tefsirdeki tefsir yazılması mümkün. Çünkü bu en mükemmel tefsir dedi. Degandan keyin o 19. asırdaki yap bu. Hazır 20. asırda mene onunki 20. tefsir çıkıp oldu mesela. Aşına o'xshash hamda bu Qur'on Kerimninki aşu nimesini cevherlerini aynı ta kıyametkiде süzüdigan gapkan. Hamma adam üzünki aşı iqtidoriga, kuchiga loyiq süzüdigan, onun qilamig'ini boshqasi qilgan. Masalan biz bir qadar mush ishlar qildik, buningdan keyin bizningki qilganlar texmi bizni mukammal yaxshi qilishi mumkin hamda. İnşallah. İnşallah. Hakikaten durust deysiz. Dünya qiriydi deydi. Dünyadaki barliq mahluqotlar qiriydi deydi. Biroq Qur'on bo'lsa aksicha yashirdi degan bir gap bor. Qur'onni qanchalik tarjima qiladigan bo'lsak, shunchalik bir go'harlar, shunchalik jiq ma'nolar chiqadi ekan Qur'on Karimdan. Albatta Muhammad Salih Damullamning tarjimasi mushkamgacha biz o tercüme kitabını okup keldik. Muhammed Salih Damullamdan Allah Taala razı olsun inşallah. Yatkan yer cennet olsun inşallah. Elbette sizning muşu qilgan tercümeniz mi? İnşallah köp tarılsıken degan ümitdim ben inşallah. Ben özemmi şu Muhammed Salih Damullamning qilgan tercümesini o'qigan, köp ishlatamiz biz muşu din sahasida ishlab kelayotgan bo'lgandiki, köp o'qigan, köp ishlatgan. Biroq yani bo'lsa-mu muşu xalq tushundigan bir darajada xalq tushundigan, oddiy xalq tushundigan bir uslubda, ya'ni bir Qur'on tercüme qilingan bo'lgan deb umid qilatdik-chi biz. Tercüme qilingan bo'lgan. Chunki ba'zi Uyg'urlarimiz endi o'zingiz bilsiz Qozog'istondagilar bo'libmi Uyg'urchani ancha yaxshi tushunib ketmaydi. Vatanning Uyg'urchasi albatta bek yuqori endi. Biroq Qozog'istonniki bo'lsa, unchalik yuqori emas bo'lgandiki, mushu oddiy xalq tushangidek bir darajada Qur'on yozilgan bo'lgan deb umid qilatdik. Hozir sizning tarjimangiz chiqibdi, maşallah. Shunday bir ixcham ham oddiy xalqlar tushunadigan bir darajada yozilib chiqdi deyapsiz. Shuningga biz nihoyat xo'shal, nihoyat xursand. Alloh rozi bo'lsin. Endi siz bu kitobni shu 21 yil jarayonida
yazdınız, topladınız, tercüme kıldınız. Bırak onun besip çıkışı bu ayrım bir nimde ayrım bir pelle, ayrım bir derece dep koyaylı. Aşı besip çıkış qanchalik vaqtni aldı? Qanchalik vaqtda siz aşı yazgınınızı qanchalik vaqtda besip çıkıra aldınız? Endi buni shu 2018 yil Qur'onning tarjimasi asosan 2018 yil mening qo'limdan tutgan. Undan keyin 2019 yili bir qatim chiqarib baqdim. Chiqarib baqsaq nada tez tugab ketdi. Unga kishilarniki yana bo'lsa andaq bizga kerak deganlar bo'ldi. Degandan keyin yana bir basay deplab, yana bir bo'lmasa maqatama endi shu bizdagi eng katta olimlar, doktor, professorlar aşılarını qo'shib, aşı Uyg'urlarning ishidan chiqqan kattalarni qo'shib, aşılarning nazaridan bir o'tkazib o'tib bo'ldi. Aşılarninki ya'ni texmi bu o'ngshab bersin, mukammal bo'lsin deb uningga 3 yil vaqtni ajratdik. 3 yil ketdi. 3 yil shu o'zimiz bilgan, tunilgan anda katta olimlarga, professor, doktor masalan bizning bu Ataullah Shahyar deymiz mesela. Aşılarga anda berip onu o'qitiblar. 2021 yili, yani 2 yil qatnashgan 2020 yili shu ulamolar birligining ishxonasida 7-8 ulamoni hamda 7-8 olimni shagird to'plab, shu 7-8 olim buni shu tafsirlarga birma-bir selishtirib. Aslida bu tarjimada 14 tafsirdan foydalangan men. Shu tafsirlarni ko'plarini shaga akib qolib turib, shu olimlar birdan bir selishtirib chiqib, anda hammasi beg'ishlama yazdi undan keyin. Munda o'qidik, bunda qildik deb ashuni ifodalab bildirdi. Ustoz Abdulahat Hofiz oyada o'zi olim o'qib chiqdi. Madinada nima domillam deb bizning Musa domillam degan kishi Madinada o'zi ayrim o'qib chiqib, o'ziniki ko'z qarashlarini, ba'zi fikrlarini berdi. Shunda qilib ayrım o'qitdik. Ofçu ekilip, ofçumu okuttuk. Şundaqın hemmisinin fikrini toplap, aramızda bir grup kuruluktu, WhatsApp grubu. Şu grubu etip, qanday qilimiz ma'ni deb, bire ayetni 15 gün, 20 gün tartışkan küllerimizi aşını arasında. Köp sallıqның degan gipini alaylı dedik. Aynı qilib, o keyin mening nimamdan chiqatdi bu. Chiqib, shu olimlarninki qarorlashdığını bo'yicha, shularninki bunda bo'lsa yaxshi bo'ldi degan bo'yicha, uning ichida ham til noktasıdan mı mesela Abdurrahim Devlet'e okşaş til noktasıdan yaxshi bilgan qarindoshlarni qatnashtirib, ularning fikrini alib, doktor Abdulaziz rahmetullah'a telefon qilib ba'zi oyatni man nima deymiz deb, shunday qilib biz bilutgan, kuchimiz yetgan va ish qilib butun hamma choralarning hammani qilib eng mukammal qilish uchun biz bilutgan, tonilgan katta ulamolarning, olimlarning, Uyg'urning ichida olimlarning asasen çoğunluğunu katlaştırdık bununla. Aslında olap, benim kulağımdan çıkıp 3 yıl bu işlendi bu. 3 yılın içinde sever kılıp yani bu şunda kayıt işledik. Onun için bakadım çıkardık şu. 21'ge 24 yılda çıktı mı şu vaxtda beslep? Maşallah. Maşallah. Nəhayət çoğun bir xizmət göstəribsiz. Allah Taala razı olsun. Siz bu kitabni tercüme qilganda, Qur'on kitabini tercüme qilganda bir manbalarga murojaat qilganingiz bo'ldimi? Qanday bir manbalar qarashdingiz? Masalan, Arapça manbadan desak, İbn Cerir Tabari'ninki tefsiri Tabari, şu tefsirlerinin en konusu en möteberi hamdi. İbn Kesir tefsiri Begavi mesela, onun tefsiri Razi deymiz. Hazırki zaman alimlerin tefsiri Şinkiti deymiz. Zilal Kur'an deymiz. Şununla o'xshash 14 tane tefsirga murojaat qilish bilan birga Muhammad Salih Damollomning Qur'on Karimning tarjimasi, o'zbekcha tarjima, hatto qozoqchasidan foydalandik. Xalifa Altayning qozoqcha Qur'on Karim tarjimasidan foydalandik ba'zi so'zlarni. Turkcha tarjimadan 2-3 tarjimadan foydalandik. Turkcha tarjimalar. Turkchada ham shu 300 dan ortiq Qur'on Karim tarjimasi bor ekan turkchada. Maşallah. Biz o'xshab ketadi asosan. Bizning bir alaylik var, yani bizning bunda alaylik var. Aşda bo'lib hamda ayda tarjimali bor ekan. Ashunda biz 3-4 tarjimadan foydalandik. Ashunda shu albatta shu manbalarni asos qilgan holda shu manbaga tayinib, eng kuchli manbaga tayinib ayda qildik hamda.
İnşallah Allah Taala razı olsun Yusuf Qarım sizden. Texi bu kitap yeni çıktı. Arapça, Uyg'urcha yezikda chiqdi deyapsiz. Biroq kelajakda Kiril yezigida besib chiqarish planda bormi? Yo, bu planda bor. Hatto ma besib chiqib bo'lg'uchilar biz ashuningki Kiril harfigimi o'zgartib bo'lgan buni. O'zgartib hozir ashuni nima o'ngshab nima qilyapti, ishlayapti ashuningga. Batni ishlayapti. İnşallah ulgurib qolsam o'sha yozga chiqarishimiz mumkin endi. Qarindoshlik ishlayapti. Maşallah. Muhammed Yusuf Qarım, Allah Taala sizden razı olsun. Maqsadingizga yetkizsin inşallah. Aldığınızga qo'ygan planlarınız hemsi amalga oshsin Xudoyim bo'lsa. Sizning qilayotgan xizmatlaringiz uchun men Qarımlarning nomidan bo'libmi, Uyg'ur xalqining nomidan sizga minnatdorlik bildiraman. Allah Taala sizdan rozi bo'lsin. Nayt shundoq baholiq narsalar bilan bizni ta'minlayapsiz. Qur'on kitobining tarjimasi, tafsirlari va 30 dan oshiq kitob yozganlaringiz bor. O kitoblaringizning jiqisi mashhad Qozog'istonda besilib chiqdi. Biz uni qiziqib turib o'qiymiz kitoblaringizda. Allah Taala rozi bo'lsin sizdan. Rahmat. Hammanglardan Allah rozi bo'lsin. Sizdan Allah rozi bo'lsin. Yaxshi chiroyli suhbat bo'ldi. Shunaqa yaxshi jiq ma'lumotlarni berdingiz. Sizning Qur'on kitobingiz bilan yaqindan tanishgan bo'ldik. Allah Taala rozi bo'lsin inshaalloh. Taqatsizlik bilan kutimiz inshaalloh. Qozog'istonga kesgan deymiz kitobingizni inshaalloh, tarjimangizni. Mashhada besilib chiqsgan inshaalloh. Xudoyim bilsa biz en tez fursatda besib chiqishga tirishimiz inshaalloh. En tez fursatda basimiz aşağıda chiqaramiz inshaalloh. İnşallah. Allah Taala sizden razı olsun inşallah. Sözümüz şundaq, söhbetimiz şundaq qizg'in, yaxshi, chiroyli o'tdi. Sizden Allah Taala razı olsun. Hörmetli ko'rarmanlar, mushun bilan bizningki bugungi suhbatimiz tamom bo'ldi. Diqqatingizga ko'pdan ko'p rahmat inshaalloh. Bizning kanalimizga yozilishni unutmanglar va bizning videolarimizni tarqatish orqali savob tepishni unutmanglar. Xayr xo'sh.